I remember when I lost my mind. That was even your emotions have an echo in so much space. BMW X6 2025 bo'lida muammo lukdan bo'lyapti. Luk pardasi hozir ishlamay qolgan. Hozir adaptatsiyalarni qilib, kamkoslarni to'g'irlab ishlab beramiz, xudo xolisa. BMW ishi bitdi. Buni programmalarni qilib, hammasini adaptatsiya qilib berdi. Luk forseli bo'ladi. Avtoda ishlayapti uje. Parda oxirigacha boradi. To'xtaydi. Yana bitta luk. Hop, yopamiz. Luk yopiladi, parda kutib turadi bizani. Hop, pardaga ham kamanda beramiz. Ketdi, parda ham avtomatik o'zi ishlab, hammasi idealni ishlayapti. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, telefon qilaverasizlar, joningiz sog' bo'lsin.